Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga video kassetalar, o'zbekcha video kassetalar video obzori bilan tanishtirib o'taman. O'zimning shaxsiy kolleksiyam bilan videodan oldindan like so'rab qolaman va sizlarni birinma-keyin video kassetalarim bilan tanishtirib o'taman. Shunaqa qiziqadigan narsalar ya odamlar bo'lsa, o'shalarga, o'sha do'stlaringizga tashab qo'ysanglar bo'ladi bu videoni. Demak, boshladik. Ilhom Ibrohimov konserti Mirzo teatrining 10 yilligi, konserti Obida teatrini, Urushaylik urushmaylik nomli konserti, Boltavoy Toshmatov yubiley konserti, Benefis Shohrux Rap konserti Balanda nomlangan, Dilfuza Ismoilova Toshkentning shu qizini nomli konserti, Mavluda Xo'jayevaning konserti, Zamin yulduzlari ishtirokidagi Sen va muqaddas ayol nomli konserti, Yulduz Usmonova Sen mendan meni so'rama nomli konserti, Abduvali Rajabov Sensiz nomli konserti, Rayhon faqat muhabbat nomli konserti, Shahzodan Keragimsan nomli konserti, Setora guruhi ne bo'lar nomli konserti. Bu yoqda Shahzodaning kliplari ekan. Baxt 3 million nomli kino, Sevinch Mo'minov, Ulug'bek Qodirov o'ynagan. Bu Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar nomli asari bo'yicha olingan kinosi. Feruza Jumaniyozovaning Kel azizim nomli konsert dasturi. Sobirjon Mo'minov Boringizga shukur nomli konsert dasturi videosida. Shahzod guruhining Aziz yurtim nomli konsertda, Yulduz Usmonovani Yolg'izginam nomli konsertda, bu ham Yulduz Usmonovani sog'intirib yashaganlar nomli konsert dasturi. Ilhom Farmonov qo'shiqdan topganman baxtim nomli konsertda, bu Turon yulduzlari konsert dasturi, Mirzo teatrining Gap yo'q nomli konsert dasturi. Bu Ozoda Nursaidovaning Endi men ketaman nomli konsert dasturi. Bu Kichkina tabib kinosi, Ring qirollari dasturi, 5 qismat nomli o'zbek kino, Abdullajon o'zbek kinosi bilan Muhabbat sinovlari filmi, Pochta arava nomli film bu. Bu Nahotki sen kinosi, bu O'gay ona nomli video film, bu Niqob nomli hajviy dastur, ismida shunaqa bo'ladi. Bu Oltin devor nomli kinofilm, bu Bombastik kinofilm eslasanglar. Yulduz Usmonovaning yana konserti Buncha go'zal hayot nomli konsert dasturi. Bu Ozoda Nursaidovaning Jon o'zbek elim nomli konsert dasturi. Bu Mashhura firmasining 12 yilligi bag'ishlagan yubiley konserti, Qismat nomli o'zbek film, Ayolning bir makri nomli kinofilm ham film. Yulduz Usmonovani Yondiraman yonaman nomli konsert dasturi. Bu Shahzod guruhining konsert 2001-yilgi Muxayl Life E'zoz etar nomli video dasturi, Sherali Jo'rayev o'zbegim nomli video dasturi, Budomat Hamdamov konserti jonli ijroda bo'lgan, Diyorbek Mahkamovning Diyorim nomli konsert dasturi va birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning ma'naviy yangilanish yo'lida hujjatli video film. Xullas, mana bunaqa kassetalar ham bor, bularni men sizlarga keyinroq tanishtirib o'taman. Bular eslarda 90-yillar Farhod M12 shunaqa variantda chiqarilgan. Keyin mana qarangliga o'tib ketganmiz. Shunaqa kasseta chiqish boshlagan. Xullas, buguncha hozircha mana shular. Video kassetalar, shaxsiy arxivlarim. Shunaqa narsalarga qiziqadigan odamlarga bo'lsa shu videoni do'stinglarga tashab qo'ysanglar bo'ladi. Kommentariyada
izohlarda o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni, kimda qanaqa video kasseta bor yoki bo'lgan yoki nima qiziqtiradi, shular haqida yozishinglar bo'ladi. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar deb qolamiz.